oydin, daryolar oqardi jilvali sokin. Shum xabar eshitdim nogahon bugun, Allohning amrida tug'ilmoq o'lmoq, shum xabar eshitdim nogahon bugun. Ta'ziya nomani o'qir suxandon, yuragi qayg'uda ovozi titrar. Metin irodalik ekan Alisher, qalbimda tug'ildi yig'lab ushbu she'r. Ko'zimga yosh kelib qalqidi shu on, o'tibdilar dedim sohibi davron. Yuzimga fotiha tortib yig'ladim, iloyim jannatdan toping deb makon. Sultonim, kamronim, aziz mehmonim, yursangiz bo'lardi shohu jahonim. Bu ona yurtni gullatdingiz siz. Ortingizda qoldi bu jannat makon. Sultonlar ichida yolg'iz sizdaydi islom hoji degan tabarruk maqom. Nodir iste'dodli me'mor edingiz, misli Kamoliddin Behzodday go'yo Ka'batulloh ichra iymon keltirgan sulton deb suyardi bu ahli dunyo. Sultonim, kamronim, aziz mehmonim, yursangiz bo'lardi shohu jahonim. 25 yilsiz tarbiyat qilgan farzandlaringiz bo'ldi olimpiada g'olibi. Milliardlab xalqi bor Xitoy, Hindiston rekord qo'ydi dedi Xur O'zbekiston. Ichizga sig'maying quvondiz doda, mani farzandlarim zo'r deb dunyoda. Oxiratingiz obod bo'lsin sultonim, Alloh aziz qilsin ikki dunyoda. Qayg'urda hattoki qo'shni davlatlar sultoni o'tdi deb O'zbekistonni ta'ziya bildirib kelganda Putin yo'qotdik dedi biz dohiy insonni. Har yili Navro'zi mustaqillikda kulib o'ltirardingiz Navro'z kunida. Har yili Navro'zi mustaqillikda kulib o'ltirardingiz Qomus kunida. Davradan chiqardingiz sahnaga sakrab shukronalar aytib qodir Xudoga. Sultonim, kamronim, aziz mehmonim, yursangiz bo'lardi shohu jahonim. Mayli. O'lmoq, tug'ilmoq Allohning amri. Bedanalar sayrang, bulbullar kuylang. Ruhlarin shod aylang o'tgan sultonni. Bosh vazirimiz Shavkat Miromon o'g'li bo'lg'usi sultoni O'zbekistonni. Sultonimizga siz tayanch bo'ldingiz. Bir tan bir jon bo'lib xizmat qildingiz. Mirziyoyev esa bordi o'rningiz. Elu yurt baxtiga omon bo'ling siz. Nasib etsa sizga beramiz ovoz, chunki xizmatlaringiz o'zi beqiyos. Bo'ldi, boshqa xizmatlaringizga, el yurtimizga, shogirdlaringizga bir tashakkurnomam bor. Ichki ishlar xodimlari el baxtiga sog' bo'lsin. Ayelim degan o'g'loniga Parvardigor yor bo'lsin. Uning tezkor xodimlari kecha kunduz xizmatda. Ayel tinchligini o'ylaydi-da, shundan hurmat izzatda xizmat qilar unda birday. Oddiy askar general elga ko'ks qalqon deya serjantlarin el suyar. Vazirlaring bor elim, Zokirjon, Qodir, Rustam, arzir xizmatlariga har kun qasida bitsam, generalli unvoningiz yarashadi o'zingizga. Kirmaganlar bormikan Zokir aka so'zingizga? Xizmatingiz ulug'vor bu muqaddas zaminda, buyuk xizmatingiz uchun ordeningiz bor ko'ksizda. Ichki ishlar xodimlari el baxtiga sog' bo'lsin, elam degan o'g'loniga Parvardigor yor bo'lsin. Assalomu alaykum Sangoy aka, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Siz tabriklaymiz. O'zbegim o'g'lingni shonini kuylasam, yurak so'zim meni qalbim qo'ridan.
ahli insoniyat o'rgansa arzir mehr muruvvatni o'zbek o'g'lidan yurt shoniga shuhrat qo'shay deb aka sochi mo'yla bizga qirovlar tushdi. Insoni komil deb o'zbegim o'g'li dunyo ahli sizga nazari tushdi. Osiyo Avropa beklari sizni, Osiyo Avropa beklari sizni o'zbegim farzandi derlar Salimboy. Alloh rizo bo'lsin deb ehsonlar qilsangiz, chindan ham Xotamtoy deydilar bu boy. Birlashgan Arablar amirligida bo'lsa ham shayxlarim naq tillakoni, va lekin alarda yo'qdi o'zbegim Salimboy o'g'lingdek shuhrat va shoni. Allohning bir miskin qulimman o'zim, Allohning bir miskin qulimman o'zim. Hazrat Navoiyni ko'rdim tushimda, el suygan farzandni e'zozla deya qalam tutkazdilar. Hazrat tushimda qaniydi ul qalam bo'lsa o'ngimda, yerdan samogacha g'azal bitardim. Bir misra shirin so'zimni yulduzlar sha'niga hadya etardim. Qo'lingiz ochiqdir xayri ehsonga, oq uydan noni tuz totganlar kammi? Salim boyday o'g'il ber deb Allohdan kunutim so'ragan sanamlar kammi? O'zbegim o'g'lingni shonin kuylasam, yurak so'zim meni qalbim qo'ridan. Ahli insoniyat o'rgansa arzir mehr muruvvatni o'zbek o'g'lidan. Salimboyga sog' bo'ling, Alloh umr bersin. Ilohim Alloh umr bersa 250-300 yoshlarga kirib yuring. Sog' bo'ling okajon.